xush kelibsiz, salomat bo'ling. Hop, Abroribek, hozir kelyapsiz. Qayerdan kelyapsiz? Andijon viloyati Marhamat Andijon viloyati Marhamat tumanidan. Kimlar bilan kelyapsiz? oilaviy kelyapman. Ayolingiz bilan kelyapsiz, ayolingiz, o'zingiz kelyapsiz. Salomat bo'ling. Hop, bizning sanatoriyamiz haqida sizda ma'lumotlar bormi? Bor. Kimdan oldingiz ma'lumotlarni? Qaysi tarafdan keldingiz? Biz oilaviy dam olib ketamiz bu yerga. O'zi kelasiz, ilgari ham kelardi. Kelardi, yaxshi sharoitlari zo'r. Dam olib shu O'tgan yili kelgansiz, undan oldingi yili kelgansiz. Shuna kelib turamiz. Bir 2 yildan beri shartga kelib, bu 3-chi marta kelishsiz. Kelishim. Onam ham o'tgan yili kelib ketgan. Onangizlar ham kelib ketdi. Onangizlarga ham juda ham menimcha yoqqan. Yoqqan, shuning uchun biz ham dekabrda kelolmadik. Endi bu yanvar oyida Xudoga nasib ekan keldik. Sog' bo'ling. Hop, bo'lmasa sanatoriyamiz haqida men sizga qisqacha ozgina gapirib beraman. Yana bir qator sizga qo'shimcha bo'lib qoladi. Bizning sanatoriyamiz asosan oltin gurgutli vannaga ixtisoslashgan sanatoriya bo'lib, oltin gurgutli suvlarimiz 1200 metr chuqurlikdan chiqadi, madanli suv bo'lib, ichish uchun yaroqsiz zaharli suv, ichib bo'lmaydi bu suvda. Vanna uchun olinadi. Bu asosan teri tanosil kasalliklari, teridagi kasalliklar, suyak tayanch bo'g'im sistemasidagi kasalliklarni, har xil yuqumli kasalliklarni yo'qotish maqsadida terilarni yoshartirish, umumiy odamning tanasini chiniqtirish uchun ishlatiladigan suv hisoblanadi, vanna qilinadi. Bundan tashqari biz sanatoriyamizda qo'shimcha yana sizga tavsiya qilinadigan giyohli vannamiz bor. Giyohli vannamizda archadan, yong'oqli bargidan, yalpizdan, kiyik o'tlaridan solib vanna tayyorlanadi. U tushganingizda xudo oldin ham kelgansiz, mana bu tushgan bo'lsangiz kerak. Giyohli vannamiz ham ular hammasi o'pkadagi shamollashlarni, efir chiqarganligi uchun, nafas olish tizimini yaxshilash uchun, qon aylashini yaxshilash uchun, ramashkalar, o't yo'llarni, jigarlarni tozalash uchun ishlatiladi. Yalpizlar bu ham kayfiyatni ko'taradi, yurak kasalliklarini davolash bilan birga efir chiqarganligi uchun yuqori nafas yo'llari infeksiyalarini ham yo'ldirib turadi. Hozir yana bir nima bo'ldi? Basseynlarimiz ishga tushgan. Bemalol o'sha basseynlarda o'tgan yil tushganmisiz, tushmaganmisiz bilmayman. 16 metr uzunligi, 8 metr kengligidagi basseynlarimiz bor. Bunda ham chiroyli mazza qilib dam olib, xudo xolasa ketasiz. Harakat qilamiz har yilgidan ham sizga yaxshiroq xizmat ko'rsatishga, yaxshiroq qarashga. Men sizni ko'rishni boshlariga.